Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun navbatdagi lokatsiyamiz Navoiy viloyati Zarafshon shahriga bo'ldi. Bu joyimizga 2 qavatli 2 lelisdan chechen fasol ustunovka qilib berganmiz. U tomonda avtomatikalik turtga ochilib yopiladigan darvoza qo'yib berganmiz. Hozir uni ham bir qator qo'yib ketamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol direktga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringizni cho'tki qilib, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Darvozamizda 20 kun muddatga srok olganmiz. Xudo xolasa 20 kunda o'rnadi. Akamizdan xolisona fikrlarini so'rasak. Aka vaqtga keldi darvoza. Darvoza zo'r, kamchiligi yo'q. Sifatli, o'ta sifatli. Menga yoqdi. Xudo xolasa. Rahmat. Ishlarimiz yoqdimi aka? Xudo xolasa rozi bo'ling, yaxshi kunlarga ochilsin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazmgacha ustunovka qilib beramiz.